Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun Xudo xolasa 2025-yil 13-aprel sanasi. Ochiq dalaga tomchilashsiz buni tortish boshladik Xudo xolasa. Xo'p, bunimiz ikki xil. Mana bu sariq, demak Eronniki ekan. Eronniki yaxshisi deyishdi. Mana krani bor joydan suv chiqib ketmaydi deyishdi. Mana adashmasam Xitoydikimi shunaqa deyishdi. Turkiyami Xitoymi deyishdi. Buni o'tgan yil ishlatgandik. Haqiqatan ba'zi birlarida metdan suv chiqib ketardi. Shuning uchun do'konchi buni Eronniki maqtaganlar uchun mana sariqdan oldik, qizildan. Xo'p, buni qo'yishda, buni nimalari bo'ladi? Mana sanlik deydimi, shunaqalar bo'ladi, sanlik. Buni paltidan tekshiradigan maxsus o'z narsasi bo'ladi. Bu 30 ming oldik buni. Xo'p, bularda 5,5 mingdan oldik komplektni. Shu keyin bo'lsa bilan 5,5 ming. Xo'p, buni ishlash juda oson. Teshmoqchi bo'lgan joyingizga qo'yib turib, yaxshilab bosib burasangiz, mana shu teshcha hosil qilib beradi. Mana o'rnatiladi. O'rnatilgandan keyin mana shunday holatga keladi. Xo'p. Kapelnitsamiz mana bundan oldik. Rossiyaniki. Xo'p, teshiklari 10 santimetrga ochilgan. Bitta rulonda 1000 metr bo'lar ekan. Mana shu o'z joyimizga 1235 metr hisobladik. 36 ta qator, uzunligi 35 metr. Hop, yerimizda bunaqasiga bo'ladigan bo'lsa, hop 23 metrmi shunaqa. Hop, mana turbani metrini hop 10 ming so'mdan oldik. Qalin. Ancha qalin ekan. Hop. Mana bu joylarimizga mana o'zini maxsus narsalari ham bor ekan, qimmatroq, shuning uchun arzonroq varianti. Mana bunday qilib mahkamlab chiqdik. Mana qulupnaylarimiz holatlari, qalba qulupnaylari. Hop, bu joylarimizga mana qoziqlar qo'yib chiqyapmiz. Haliga bu yoqqa kapitsa totganda ketib qolmaslik maqsadida. Kimlardir sim nima qiladi, simda mana joyiga mahkamlab chiqishadi. Biz yog'ochda mahkamlab qo'ydik. Hop, kran mana. Demak, yarimiga ochmoqchi bo'lsak, qilamiz. Bu tomon bek, bu tomonga suv ketadi. Mana bitlarni xom tikdan mahkamladik. Bu ham xuddi shunaqa. Xo'p, demak, bizga mana turba, bular mana bu kran-pranlar bilan bo'lib, hop 700 ming ketdi. 700 ming sarfladik. Hop, bunimiz filtrimizni o'zini 200 mingga oldik. Hop, bochkamiz 1,1 mingga tushdik. 2 tonnalik. Pastida mana bunday qilib shlaka blokda qo'yib chiqdik. Shlaka blokda. Hop, suvni bosimi yaxshi bo'lsin. Hop, pastga bunaqa narsa qo'ydik. Sababi bu yerda Farg'ona kanalining suvini bochkaga to'ldiramiz, loyqa bo'lganligi uchun. Ma'lum bir, masalan, loyqa to'lib qolgandan so'ng mana shu yerda bo'shatib turib, kranni bo'shatib loyqalarni tushiraveramiz. Hop, hozircha shu. Hop, kapelnitsamizda hop metrini 450 so'mdan oldik. O'zbekistondagi bor ekan, 270 so'm ekan. Lekin ba'zi joylarda defekt chiqyapti, teshik joylar chiqyapti dedi. Shuning uchun Rossiyaniki ishonchli dedi. Shuning 450 so'mdan oldik.